Navbatdagi shtampovka darvozamiz Andijon viloyati Ulug'norga o'rnadi. Listlari 1-3lik. Yonlarlarimiz 10 profil. Tagi 10 shveller, tepasi 10-5. O'rtasiga qora nerjika qo'yib berilgan gilansli. Zamoylarimiz stimul zamok. Oxirasi ochilib yoqishlardan muammo bo'lmaydi. Orqa taraf ko'rinishi. Razmeri eniga 3.64, balandligi 3.75. 1 metr kvadrati 600 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановkamiz bepul. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa. Ishonchli, sifatli, tez bitirib o'rnatib beramiz.